Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli Xo'jayon Tabrik kanalining ashaddiy obunachilari bormisizlar, omonmisizlar? Albatta xush kelibsizlar Xo'jayon Tabrik kanalimizga. Hurmatli obunachilar, biz Xo'jayon Tabrikga o'z tabriklarimizni davom etmoqdamiz. Bugungi tabrigimizga ham tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Bugun bir baxtli dadani mana shu musobaqada yurgan farzandlari nomidan tabriklash uchun bormoqdamiz. Ko'ramiz bugungi dadani kayfiyatlarini va emotsiyalarini qanchalik ko'tara olamiz. Albatta bizlarni kuzatib borsalaringiz o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Va hurmatli obunachilar, murojaat qilish uchun ushbu ekranda turgan nomerga murojaat qilaverasizlar. Biz Xo'jayon Tabrigi albatta har doim sizlarning yaxshi kunlaringizni mana shunday unutilmas baxtli onlarni taqdim etishda davom etamiz. Shunday ekan, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlardan bittadan bepul like va kanalga obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Biz esa yo'lga chiqamiz. Bolam deb, chaqam deb umri adog'im, mehnatda yorilgan qo'li qadog'im, suyangan tog'imdir, ishongan bog'im. Ota onam jannatimdir, ota onam boyligim. Ya ushbu chiroyli dilsolar bilan bugun bizni mehribon, g'amxo'r bo'lmish darajonimizning shukrona tavallud ayyomlari. Shu bois mana shunday chiroyli so'zlar bilan borib bizning nomimizdan tabriklab kelsangiz ya bizga murojaat tushgan. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Xo'jayon Tabrigi xonadoningiz mehmoni. Nega kayfiyatlaringiz yo'q? A'lomi? Bitta qarsak chalamiz. Bormi qarsak? Rahmat, salomat bo'linglar. Albatta Xo'jayon Tabrigi ushbu chiroyli xonadonga kelib, sizlarni bezovta qilib turishning asl maqsadi, ya'niki bugun adashmay kelgan bo'lsak, bugun ushbu xonadonning sohiblarini shukrona tavallud ayyomlari ekan. Ya'niki Shukrullo akajonimizni. To'g'rimi? Menimcha siz bo'lsangiz kerak aka. Salomat bo'ling. Bitta qarsak akamizni-chi. Rahmat. Salomat bo'linglar. Akaga ham assalomu alaykum yana bir bor. Siz yaxshimi? Sog'-omon. Bugungi xursandchilik kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bugun hamma tabrikladimi? Albatta, ertalabdan tabriklayaptilar. Birinchi bu kim tabrikladi? Qizim mana. Uyqudan turganimni hali uxlayotgandim hali. Yo'q. Xo'p, birinchilardan bo'libman. Birinchilardan tabriklaganlar. Yugurib keldik. Salomat bo'ling. Ayjonimiz qachon tabrikladilar? Undan kelganda bilmay qoldida, bilardi, u tabrikab qolishini bilmay qoldi. Tabrikladingizmi bugun? Hammadan birinchi bo'laman. Ana shuni so'ragan edim. Salomat bo'ling. Albatta muborak bo'lsin bugungi unutilmas oningiz, shukrona tavallud ayyomimiz. Sizga albatta uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Bunday kunlarni ko'pini ko'rib yurish nasib ro'z eylasin. Albatta yuzlarga kirib, ayjonimiz bilan birgalikda yuz yoshlarni yuzlashib yurganlaringizda mana shunday chiroyli tabassumlar yuzlaringizdan arimasin. Va bir toping kim nomidan kelgani sizni xursand qilish uchun. Fayzullo nomidan kelgan shekilli. Qayerdan bildingiz? Bu shuda uni qo'lida shunday narsalarga boshqa. Yo'q. Boshqamiz xayolimizga kelgan yo'q. Salomat bo'ling. Yo'q. Buni telefon qildilarmi o'zlari? Qildi. Nima dedilar? Tabriklab qo'ydi, xolos bunaqa ashopros qilib aytmadi-da. Aytmadilarmi? Yo'q, men aytmavdi-da. Ayjon, sizga xabaringiz bormidi? Qachon aytdilar? Ertalab aytuvdi. Sizga? Boydan telefon qiluvdi. Biz bu onalar ikkalamiz o'tamiz dada. Tashkilotchi, ha? Salomat bo'ling. Muborak bo'lsin ana shu jondan yaxshi ko'ruvchi eng birinchi galla farzandlaringiz nomidan. Uzoq safar yurgan Fayzullo aka hamzomlaridan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin qarsak siz uchun. Endi akam aytdilar, meni ertangi kunda qadar buzurg'orimni shukrona tavallud ayyomlari. Shu bois men o'zim bora olmayman ekan. Meni nomimdan, singillarim, ukalarim nomidan, barcha ahli oilam nomidan tabriklab kelsangiz boshim ko'kka yetadi. Negaki bizning ota-onamiz hali hamon biz farzandlarni deb qo'llari qora mehnatdan tinmay kelmoqda. Shu bois
biz ota-onamiz uchun qanchalik qilsak shunchalik kamlik qiladi. Lekin shunday bo'lsa-da, ota-onamizni duolarini olib, ularning xizmatlarida bo'lishga harakat qilyapmiz. Toki bizdek farzandlari borligidan faxrlanib, boshlarini ko'tarib yurishlari uchun harakat qilmoqdamiz. Ushbu arzimas sovg'alarim bor. Topshirasiz deganlar, eng birinchi galda onajonimizdan boshlaymiz. Ya'niki aytganlar, chiroyli gullarni niyat qilganman. Topshirasiz toki gul kabi o'zlarini, jonimizni va bizni baxtimizga ochib yurishlari uchun gullarni topshirasiz. Qarsak bo'lmi? Bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening. Yo'qdimi? Yo'qda, Arzimas bo'lsa-da albatta. Muborak bo'lsin, chin qalbimizdan tabriklaymiz ushbu chiroyli arzimas sovg'a bilan va akamizning arzimas sovg'alari siz uchun. Darajonimga bir ajoyib sovg'a niyat qilganman. Shu bugundan boshlab 5 vaqt namozlarda yangi Qur'oni karimlarni qiroat qilib, yangi joy namozlarda sizga duo qildirsalar bas. Shu arzimas sovg'am topshirasiz deganlar. Maylimi? Qabul qilasizmi? Umri o'tib mehnat bilan achchiq Muborak bo'lsin. Rahmat sizlarni ham o'tgan. Bilamizki, ota-onalar uchun sovg'alar kerak yo'q. Ota-onalar uchun nima kerak? Eng birinchi galda mana shu farzandlarining sog'ligi, salomatligi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, bu ishni har qanday farzand ham qilavermaydi. Buni eng birinchi boisi mana shu sizlarning farzandlaringizga bergan mehr, muhabbatlaringiz, tarbiyalaringiz. Sizlarga qanchalik bunday kunlar ko'pini qilishsa, shunchalik kamlik qiladi o'zi. Yana bir arzimas sovg'amiz. Bunisi shirinlik. Akagina, bugungi xursandchilik kuningizda albatta mana shirinlik bilan birgalikda nishonlaymiz, toki hayotlaringiz bundan ham shiringina bo'lib yurishi uchun qizingizni o'zlari maxsus topshiradilar, tabriklab qo'yadilar, chiroyli biroz haftalarni qabul qilasiz. Xursandmisizmi? Albatta xursand. Qanchalik? Boshimiz ko'p ketgancha xursand. Cheksiz-a? Salomat bo'ling. Ayjon, xursandmisiz? albatta. Salomat bo'ling. Shularni. Salomat bo'ling. Nimaga sog'lom bo'ladi, xursand bo'lmaymizmi? Yashang, salomat bo'ling, albatta. Mayli, boshim og'rimasin deb. Akamiz aytayaptilar, hammani ota-onasi o'ziga yaxshi ekan, lekin bizni narajonimiz bilan ayjonimiz boshqachalar. Birlari mehribon, birlari g'amxo'r. Hali hamma biz farzandlarni o'ylagan. Dadajon, ayjon bo'ldi endi. Bundan buyon biz farzandlarni, nabiralarini baxtga kamol ko'rish payti keldi. Sizlar faqat duo qilib yursangiz bas deymiz. Ha deyshadi, lekin baribir bizni o'ylashgan. Katta qilib, uyli joyda qilib, bizni farzandlarimizga ham o'z mehr muhabbatlarini berib kelishmoqda ayamasdan. Shu bois men ulardan minnatdorman. Borlariga shukr qilaman. Shunday ota-onam borligidan men faxrlanaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Hamma vaqt salomat bo'lib, biz farzandlarning boshiga boshi qosh bo'lib yursalar bas. Xudo xolasa niyatimiz bor. Darajonimiz bilan ayjonimizni albatta har bir farzand niyat qiladi, bu niyatdir. Yanaki hoji bobo, hoji ona qilish niyatimiz bor. Duo qilib tursalar bas, Xudo xolasa shu niyatim bor. Shu so'zimni yetkazasiz deganlar. Qarsak shunday chiroyli so'zlari uchun kerak emas menga go'zal koshonalar. Qadam bosing, oltin bo'lar ostonalar. Bilib qo'ysin do'sti dushman, mastonalar. Siz bor uyni fayz o'rab turar ota. Manzilimni baxtlar so'rab turar ota. Qimmatligim dunyolarning boyligidan. Uyalmang hech bellaringiz joyligidan.
ishonchim bor. Uyim jannat joyligidan. Siz bor uyni fayz o'rab turar ota. Manzilimni baxtlar so'rab turar ota. Ismingizni faxr bilan aytsam kimga? Ha, otangiz yaxshi inson deydi menga. Otajonim, mendek bo'lsin bolam dengda. Siz bor uyni fayz o'rab turar ota. Manzilimni baxtlar so'rab turar otaga. Qarang, ukamizni qanchalik mehribonligini, qanchalik sizlarni yaxshi ko'rishini. Muborak bo'lsin. Akamiz ko'rib turibdilar, tilagingiz. Boshing og'rimasin. Sog' salomat bo'lib yurgin. Aha. Ayjon, Sog' va salomat bo'lgin, ha. Boshlari og'rimasin. sizlar juda ham yaxshi ko'rarlar ekan. Oxirgi so'zlar shu. Siz ham yaxshi ko'rasizmi? Ha, Ayting oxir. ha yaxshi ko'rmay bo'ladi. Salomat bo'ling, gapi. Bitta duo qiling endi, shular haqiga. Ular ham boshlari og'rimasin, topganlari oltin bo'lib, hamisha boshlari og'rimay boy-boy davlat bo'lib yuradi. Rahmat, salomat bo'ling, gap yo'q.